Batıma düşüp de yorulma. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akibet alırsın, komasın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akibet alırsın, komasın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Çıkıp bozkırlara ulaşamadım. Yalan dünya sana çıkışamadı. Eşimle dostumla buluşamadı. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Eşimle dostumla buluşamadı. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Fana ortından düşüp sen çerçeme. Hazır ketgil başka zaman yana kel. Bir kun ketar holatga tushar banda. Var git ölüm başka zaman yana kel. Çıktım bozkırlarga yetiş olmadım. Yolg'on dünya sana çıkış olmadı. Chin dostu yar birla uchrash olmadim. Bu dam ketgil boshqa zamon yana kel. Garchi o'g'lon birdan qo'nib ko'charkan. Ajal sharob bilim icharkan. Yana topgum kimki sendan qocharkan. Bu dam ketgil boshqa zamon yana kel. Topgay dursam kimki sendan qocharkan. Endi ketgil boshqa zamon yana kel. Shohruh Mirzo G'aniyev. Olqishlab qo'yamiz. Sizga katta rahmat. Ishtirokchi raqami 12. Aynan mana shu raqamlarni siz 3300 qisqa raqamlariga SMS tarzida jo'natgan holda Shohruh Mirzoni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Shohruh Mirzo, uzr, biz sizni shoshirib sartaroshxonadan olib chiqib oldik menimcha. Sochim bo'yayotmoqchi edim. Chaqirib qolishdi. Chaqirib qolishdi. Demak, ana endi biz ustozlar fikrlariga quloq tutamiz. Sizlarga ham katta rahmat. Rahmat. Yaxshi ham ko'chada ko'rib qolmadim bularni. Iltimos, boshqa kiyimda uyga ketinglar. Kech bo'lganda yaxshi emas ko'chada. Demak, marhamat ustozlar fikrlari bilan tanishamiz. Tohir Sodiqov. Shohruh Mirzo,
qoyil qoldim, lekin mana shu nomerga bor-ku. Kiyimlaringiz ham o'zingizga rosa yarashibdi. Sevaraxon, ishlaganingiz uchun rahmat sizga. Qoyil. 5 baho. 12 baho, 12. 100 balldan. Yo'q, 12-nomer. 12 baho. Rahmat sizga. Farruh Karimov. Men hozir o'ylab, qarab, shu avvalambor zavqlanib, maza qilib, shunaqangi bir xayol keldiki, Shohrux konservatoriyani vokal kafedrasini a'lo darajada tugatgan va shuning bilan teatral institutida aktyorlik mahoratini akademiyasini tugatganga ham o'xshaydi. Yashang, bu ko'rsatishingiz bilan bu akademiyani Sevaraxonda keltirganlar. Yo'q, zo'r ish qilingan, katta ish qilingan. Mana endi yana o'sha gapni takror aytmoqchi edimki, bu butun dunyoni sahnasini bezatadigan bir nomer bo'libdi va men qoyil hozir qolganim, endi mana ovoz shu gaplarni aytkim kelyaptiki, ana ovoz, mana ovoz, keyin orkestr bilan shunaqangi bir nima deydi, jo'rlik yaxshi bo'libdi. Shunaqangi bir samimiy. Men juda ham maza qildim. Nima deyishim mumkin? Ofarin. Ofarin. Rahmat sizga. Ofarin. Ozodbek Nazarbekov. Men mana shu chiqish uchun Sevaraga rahmat demoqchiman. Sevara, barakalla, rahmat. Olqishlaymiz. Sababi asar bo'libdi, haqiqiy butun san'at asari bo'libdi, juda ham chiroyli. Shohrux Mirzo, umuman yigitlar, ansambl juda ham mahorat bilan ijro qilib berdinglar. Juda ham orqada turgan yigitlar ham alohida o'sha kayfiyatini berib turdi hamma narsani. Tanlangan asar ham o'ta falsafiy, juda ham odamni o'ylantirib qo'yadigan va shunga so'zlariga mos harakatlar, qo'shimchalar va orqadagi barcha detallar juda uyg'un, juda ham joy-joyiga kelgan. Omad zo'r. Menga juda ham yoqdi. Mazza qildingizmi? Mazza qildim. Rahmat. Men oldin bunaqa zo'r nomerlarni Ozodbek aka sizni konsertlaringizda ko'rardim. Hozir mana ko'rdingizmi, bular ham harakat qilishibdi, zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Sevara Nazarxon, jamoa ustozi sifatida marhamat fikrlaringiz. Sizlarga yoqdimi? Yoqdi. O'zi bu asar meni miyamda 2-3 kun yurgan. Endi hammanglar bilasizlar, Великолепный век degan serialni bilasizlar. Oxirgi seriyada mana shu bir parchasi borda, o'lim haqida. Oxirgi seriyasigacha ko'rgansiz? Даже не раз, ko'p marta. Ko'pligiga o'xshab. Ya'ni об этом nima demoqchiman, ko'pincha o'zim tanlamaganman. Turdan turga qo'shiqlarni o'zlari tanlagan. Lekin bu safar iltimos qildim Shohrux Mirzoga shu qo'shiqda aytib bering deb. Chunki ularning hayotida ham bir juda ham bir ну такой грустный istoriyasi bor. Lekin unga qaramay o'ylaymanki, o'lim va yangi zamon bu xolimizmi yo'qmi, bu baribir ham o'limdan keyin yangi yo'l bor. Bilmasak ham sezamiz. Chunki o'limdan keyin, как говорится, freedom, освобождаемся. O'shanga bu falsafiy qo'shiq, og'ir qo'shiq. Unga qaramay iltimos qilganman ozgina uncha drama qilmasdan, pozitiv bilan shu qo'shiqda aytib berishga men mamnunman. Rahmat. Shohrux emotsional tomondan juda ham kuchli bo'ldi. Kutmagan edim. Qanaqasiga ustozsiz kutmagandingiz? Ishongandim deyish kerak. Ko'p ishlaymiz-ku endi proses, Mirshaka. Lekin rahmat sizga. Sizga ham katta rahmat. Rahmat. Lekin muhtasham 100 yil men ko'rmaganman, chunki men 100 yil davom etadi deb o'ylardim bu serialni. Sizga qo'shiq uchun katta rahmat.